Sizda zo'r g'oya bor, lekin buni hech kimga yetmayapsiz. Nega hali ham jim turibsiz? Hammamiz ozmi, ko'pmi tortinchoqmiz. Kuzatishlarimga qaraganda, bizning atrofimizda juda ham ko'p odam kamtar bo'lish, samimiy bo'lishni uyatchang va tortinchoq bo'lish bilan adashtirib yuborishadi. Odobli, iffatli bo'lish o'rtasida va uyatchang bo'lish o'rtasidagi farqni bilishmaydi. To'g'ri, ko'pincha bizni katta bo'lgan muhit shunga olib keladi. Masalan, bizni o'zimizni ichimizga kelgan yaxshi fikrni tashabbus qilib o'rtaga chiqib etish u yoqda tursin, jamoat joyida, ko'chada, bozorda, magazinda adolatsiz bir holatni ko'rsak ham o'shanga borib fikr bildira olmaymiz. Bu noto'g'ri deb chiroyli tushuntira olmaymiz. Iloji bo'lsa boshqa birov gapirsa deb ichimizdan o'tkazib qarab turamiz va yana ichimizga yutib orqamizga o'girilib ketamiz. Agar bunga bizning atrof muhitimiz, bizning tarbiya topgan holatimiz aybdor bo'lsa ham, buni yorib chiqish o'zimizga bog'liq. Chunki ko'pchiligimiz yoshligimizda tashabbusimizga nisbatan rag'bat berilmagan, san jim tur deyilgan yoki boshqalardan boshqacharoq fikr qabul qilinmaganligi uchun bundan qo'rqib qolganmiz. Lekin buni o'zgartirish har doim o'zingizning qo'lingizda. Tashabbuskor bo'ling, jasur va mard odamlar bilan birga bo'ling. Haqiqat va adolat yo'lida har doim o'z fikringizni bildiring, chunki Ali roziyallohu anhu aytganlaridek, agar haq ahli jim tursa, botil o'zini haqman deb o'ylab qolar ekan.